Abdulloh aka, bizlardan ko'plab mijozlarimiz trading dasturidan foydalanganda nikoh shartnomasini taqdim qilishadi. Nikoh shartnomasi o'zi qanchalik ahamiyatga ega? Bu narsani minus yoki plyus tomonlari haqida gapirib bersangiz. Nikoh shartnomasi o'zi tuzilgandan keyin yoki xotin nomida ko'char va ko'chmas pullar kimning nomida rasmiylashtirilgan bo'lsa, ularga tasarruf etish chog'ida ularning bir-birining ishtirokisiz tuzish imkoniyatini beradi, ya'ni tasarruf etish huquqini beradi. Lekin ko'plab fuqarolarimiz ushbu shartnomalarni tuzayotganda ahamiyat berishmaydiki, bu nikohdan ajralgandan keyin ham mulklar bo'linmaydi. Nikoh shartnomasini tuzayotganda fuqarolarimiz juda ehtiyotkor bo'lishlari kerak. Chunki buni notarial idorada tuzayotgan paytda notarius buni tushuntiradi fuqarolarga va uni o'qish uchun taqdim etiladi. Buni bandlarini birma-bir o'qib chiqish kerakki, ertaga kelgusida nizo kelib chiqqanda, oilaviy nizolar kelib chiqqanda, bu shartnomani o'qimaslik oqibatida ko'plab mulklar tasarruf etilib ketishi mumkin. Ya'ni yoki xotin o'zining nomidagi mulkni shu nikoh shartnomasiga asosan sotib yuborganda yoki hadya qilganda yoki almashtirib yuborganda, bu shartnoma asosida tuzilgan har qanday bitimlarni keyin bekor qilish uchun juda ko'p ovoragarchiliklar yuzaga keladi. Shuning uchun biz fuqarolarga shuni tavsiya qilgan bo'lardikki, nikoh shartnomasini tuzayotgan paytda barcha bandlarni e'tibor bilan o'qib chiqishlari lozim bo'ladi.